Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2018-yil 9-9-kuni men Amsterdam Dam maydonida yolg'iz namoyish davomlashtirgan haqqasinglar ko'rib kelyapsizlar. Bugun Aysa Qarim yo'qlab ketdi. Aysa Qarimni ziyorat qilib, mushu Xitoy faoliyatchilar to'g'risida azroq bir qisqacha bir suhbat qilmoqchini nima qilib qoldik. Chunki men shu Dam maydoniga kelganimda hisobda 3 oyga yaqin bo'lib qoldi. Bu 3 oy mezgilida men eng ta'sirlantirgandan birisi yana bu Xitoy faoliyatchilari. Bular atgandan kechgacha Mishel o'tirib mana shu kravatimiz mana shu holatda mana bular turdi bular. Goy vaqtda o'tirdi, goy o'rtirib degandek o'zligi ibodatni qilishdan tam miyada butunlay Xitoylarningki oyoq turg'anlar. Xitoy kommunistlar tarafidan faoliyatchilarningki butun zulmlar aks ettirilgan, mushtaslarni ko'rsatishdan tam bular tashviqlarni taqdi, tashviqot varaqlarini taqdi. Hamda demoqchi bo'lganim Aysan Qarika sen yaqinroq mana qarab turaylik. Hamda Aysan Qarika ko'ryapsiz o'zingiz, bizning xalqlarimiz faqat Facebooklarda Xitoyning bizni qilayotgan zulmni o'zaro bir biz o'ng'ilchilarga chekilib qilag'lar. Tor dunyosidagi bulayotgan bu xalqniki vatanparvarlik, millatparvarlik qarasak, biz vatan millatni ozod qilib bo'lsak bo'ladi. Amaliyotda amaliy harakat yo'q. Hech qanday qilqi bedel to'lamaydigan ishlarda nəhayət aktiv xalqimiz azroq bedel to'laydigan ishga kelgan vaqtda xalqimiz intayin passiv holatda. Yig'ib aytganim faoliyatchilardan bir o'rnak. Bular ham o'zlari amaliy harakat orqali nurg'un xalqni ta'sirlantiryapti. Nurg'un chet elliklar, gollandiyaliklar, nurg'un xalqlar bular istoshlik qilib, bularning harakatini qo'llayapti. Bu nimasidan hamda siz bunga fikringizni aytaqay deyapman-da. Mening fikrim Facebook'da, ijtimoiy tashviqot vositalarida, veb-saytlarda inqilob qilish bir qadar oson. Bu xildagi inqilobning ismini elektronlik inqilobchilar desak xatolashmaymiz. Ammo masala vatanni ozod qilish, dushmanga qarshi turish, vatanimizning egilik huquqini qo'lga qaytarib elish hatto mush faoliyatlar bilan qo'lga kelmaydi. Shunday bu faaliyet en aqalli düşmanga qarshi turishning en aqalli vositasi, en to'g'ri vositasi. Xo'sh, biz faoliyatchilar bilan bir hokimiyatning ostida yashaymiz. Demak, zulmni Xitoy kommunistlari o'zining xalqiga qilib etdi. Bizga ashurib qilgan bo'lsa, mana o'zining xalqiga mush shaklda qilib etdi. Faoliyatchilarningki tug'ilgan vaqti Xitoyda hali uzun uni bilamiz 80-yillarda bu xatolashmasam. Shu atroflarda. Shu vaqtlardan beri mushlarga zulm kelgan bo'lsa, bizga bundan burun zulm qilinadi. Aslida Uyg'ur xalqining uyg'onishi buningdan 50 yil burun, 60 yil burun bo'lgan bo'lishi lozimdir. Elimi ham biz ümitsizlenmeyimiz, yolumuzda davamlaşıyoruz. Biz en akıllisi müşülünün insanlıktan tesirlenişimiz lazım. Bula bizge okşaş dindar emez, hak dinine işenmeydi. Ölse cennetli kırdıqanına işenmeydi. Ama biz dinimiz hak, özümüzün yolunu doğrudan bilimiz, ölgenden keyin cennet kirimizden işinimiz. Bunlar olgan ki biz bunun neticesi düşkün, hareketlilik buluşumuz lazım idi. Afsuski bu neslerini hazırlıkça bazı özgürlükler olgan olsun, özgürlükleri kömeyvatımız. Bazılar Abdülcan milletini bu şu zulümde uygan dedi. Millet uygunup gitti dedi. Benim için millet uyganmak. Milletinki belgelik adamdır. Noktalık adamları uygansın mı? Ama millet umumiyüzlük uyganmakta. Uyganmak olsa, Müşahede, Avrupa'da her devlette sizin faaliyetlerini kılgan buladı. Bana Müşlamı yüzün namayişini yıllardan beri, ben de Gollandiya'ya kelgendim beri her yılı Gollandiya'nın meşhur şehirlerinde faaliyet kılındı. Amsterdam'da neçe aydım beri kılıve tuttu. Kılıvatkanlıkın ki bir insan böyle sütüyle düşünecek şey ilham buluş lazım. İlham edim yak ortak noktamız. Faoliyatchilarga Xitoy kommunizm zulmi uchrayapti. Bizim Xitoylarning zulmi uchrayotgan ortak noktamız bu. Endi bular aytsak, bular Xitoylarning dindorlari deb qarayman men hisobda. O'char qolsa biz ham siz bu
Uygurlarniki dersek diniy jamoatlar bir adab bilan tutduğumuz bilan bola bizim amaliy harakat orqali bizning beşik kelgan zulmlarni amaliy harakat orqali ibodat orqali qilishdan tang duosini tilovatida yani bu o'zi yiqilgan botil e'tiqodlar lekin amaliy harakat orqali aytganda kechki qattiq kelib o'tirdi bir dilim suv ichmaydi bir dilim non yemaydi man diqqat qilmaycha meni turayotgan yerim 5 metr berisida ko'rdimlar lekin endi bizningki haqlarimiz shu qilamiz Allah'tan tilaymiz so'zlaymiz amaliy harakat yo'q qilyaptimizda buni qanday qaraysan o'sha manda serishti qilmaydi bununla ro'shan qarash masalasida Qur'oni Karimda Alloh tabarak va taolo sizlar islomga to'liq shaklda to'liq ravishda kirganlar deydi. Qandaqki islomning ibodat tarafini ilib, muomalat tarafini, harakat tarafini, zulm qarshi turish tarafini, siyosiy tarafini olmang degan gap yo'q. Islomga kelsangiz to'liq mukammal shaklda kiring deydi. Mukammal shaklda kiring degan bo'lgandan keyin ya ayyuhallazina amanu bundan keyin innallazina amanu va amilus solihati degan oyatlarning ma'nosi cho'qim faqat namozni o'qib qo'ying undan keyin yo'qolib ketdim degan gap emas. Namozingizni o'qing, normal turmushingizni o'zingizniki zulmga uchraganligingizni boshqalarga bildiring. Uyg'ur bo'lsangiz Xitoyga to'rma zulmni to'g'iz to'xtatma zulmni deb bunga qarshi chiqing, o'miyib qarang, ular tushkirim degan gap bor. Bu agar islomni o'sha shaklda masjid bilan misqartilgan shaklda tushunsa, u vaqtda islomni kamchi tushungan. Yani hozir reallik masalan bizim mesela chet eldagi vatanliklar amal yo'q. Chet ellik reallik ko'z oldida ekansak, masalan deylik, qanchalik Uyg'ur amaliy harakat orqali o'zini Xitoyga qarshi zulm ifodalayapti. Masalan deylik, bu narsani. Hozir butun dunyo tutilib qolsa, yilda qilgan to'rt namoyishimiz va undan boshqa yo'q, to'rttash namoyishi, masalan bu narsalar borda. Lekin malani men bir şey chiqqandan bor masalan malova, uniki Falastin haqqında davas qo'llagan Allah ko'rdim abiyatni ketib qoldi bu endi. Bular selishtigan vaqtida biz Allah rızalıq için Allah'da dua kılımız ameliyattan bağlı hiç kimin rızalıq için demeydi. Bula yüzden batıl itikadı da hem de kim neymiş kişi de onu bilmeyim yani bulanın hepsini tutuyoruz. Lekin biz kıyamet kişindiğen, o dünya kişindiğen insandır. Lekin bizim ameliye hareketimiz işbirliğine çıkmaganlardan malan ameliyatına çıkıp da bu oturuz farklı nime diyip çıkkandı. Fark nime degende biz bu yerde dua kılış yollarında tek kalmasımız lazım. Bu yerde duanın çok Müslüman sebebiyet olduğu vakti Allah'ın nusreti geldi, Allah'ın yardımı geldi, Allah'ın tiligini o vakti de evvel geçiyordu. Ama fakat duanı kılsa, başka sebebiyet kılmasa o vakti de necik konuda kemmeydi. Bunun için biz Şarkı Türkistan halkı, bunu tekitlep eğitimen umumi yüzlük kozuluşumuz lazım. Umumi yüzlük emeli hareket götüşümüz lazım. Bu yerdeki emeli hareket degen gap fakat namoyish qilishdan emas. Namoyish qilalaydiganim namoyish orqali. Ma'rif bilan Xitoyni rasvo qildiganim ma'rif orqali. Texnika orqali qilalaydiganim bu orqali. Din orqali rasvo qilalaydiganim din orqali. Her tarafını mümkün qilishimiz lazım. Yani amribab şekilde biz dinimizi düşünsek o vakitte doğru bir nedeni oturduğu çıkıyor değil mi? Bu yerdeki mesela İslam'ın özünün menfaatini topluluk düşünüp almakta. Eğer o insan özünün menfaatini hatta düşünme İslam'ın özünün ki benim mükemmel dinimken malı beni hidayet yolu başlayırken diyen şekilde düşünse bugünkü bulavatkan zulümler bizim vatanimizde bulmaydı. Mesela biz azadlığımızı, hürriyetimizi Allah kaçan bulumuzdan mesela hazır başınaki bir neçe videosunu tartıp kısıkça hem de birkaç uyulmalar, birkaç kurulgen dini Allah evet verdi. Bu şanımızı sözlerce bunlar oturup söylesem hiç kaysa cevap vermedi de yani ilkas bir baktım her biraz kayıtlamada. Şu an sizler de orada bir paranmış bakaydı dem. Yani gapni qisqartda qarindoshlar hozir mesela Avustraliyadagi Nurgul Saud xonim imzo to'plash faoliyatini boshladi. Shuningga 2 minut vaqtimiz ketdi. Shundaqmi? 2 minutmi ketmas. Eng qisqa shaklda email ololmaganlarga ro'yxat adres berdirganlar bo'ldi. To'shqish berdirgan bo'ldi. Eng qisqa shaklda uni ko'rsatdi. Shuningga imzo qo'ymayaptimizda hamda. Mana so'zlash maqsad boshqa narsa emas. Hozir o'tirib ko'rdik mana. Bu yani o'zidagi haqqoni nimasida Xitoyning zulmlarini tutib butun amaliy harakat ifodalayapti. Bizmi harakat kelayli. Harakat va barakat deb harakat orqali o'tirib chiqsak, Alloh xolasa bir kun shu harakatimizniki barkini ko'ra olamiz. Demakchi gap shu. Bo'ladi, to'xtasiz.